Koreyadan bir kunlik mini vlog. Bugun hech qanaqa darsim bo'lmagani uchun bemalol mazza qilib zavtrak qilib oldim. Mani YouTube'da kuzatadiganlar уже bilsa kerak. Oxirgi payt mani eng yaxshi ko'rgan zavtrakim bu begelga krem cheezni surtib yeyish. Obedga esa o'rtog'im bilan pasta yeyishga qaror qildik. Aytgancha bu ham mani eng yaxshi ko'rgan pastalarimdan bittasi. Bugun tirnog'imni almashtiradigan kunim bo'lgani uchun uyga qaytib kelib, tayyorlanib, yana chiqib ketyapman. Bu yerda esa tirnog'imni almashtirishimni tushuntirmoqchi bo'ldim, lekin nima qilayotganimni o'zim ham tushunmagandan keyin просто sdalash. Tirnog'imni qildirishga 2-3 soat ketadi. O'shaning uchun zerikib qolmasligi uchun va uyqum kelib qolmasligi uchun kofe oldim. Va nihoyat tirnog'imni o'zgartiribman. Keyin esa o'rtoqlarim bilan ujin qilish uchun ko'rishdik. Bu yerda esa men yangi tirnog'imni maqtangunimcha orqada ovqatimiz keldi va chetdan o'rtog'im ham tirnog'ini maqtandi. Ujinga esa judayam nosog'lom to'qpokki bilan chicken. Afsuski o'rtog'im Germaniyaga, ya'ni o'zini davlatiga qaytib ketyapti va shu sababdan bugun qizlar birga mini party qilishga qaror qildik. Mini party qilib turganimizda vdrug yomg'ir yog'vordi va albatta hech kimda zontchigi yo'q edi. Bu yerda esa men yo'q kuchimni maqtanyapman. Keyin albatta hech qanaqa partyda qolib ketmaydigan karaokega bordik. Maza qilganimizni shetdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Uyga qaytamiz degunimizcha esa soat 1 bo'lib qopti. Shu bilan vlogim tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.